Istanbulni o'ziga tortadigan bir dengizi bo'lsa, bir Iskandar kabobi bor. Iskandar kabobni men tayyorlagan uslubda tayyorlab ko'rsangiz, Istanbulga bo'lgan sog'inchingiz biroz bosiladi. Tovaga sariyog', chesnok, tomat pasta suv solib, sous tayyorlab olamiz. Tovaga o'simlik yog'i, sariyog' solib, biroz qizigach, go'shtlarni solib qovurishni boshlaymiz. Tuz solib, suvi biroz tortilguncha yaxshilab qovurib olamiz. Bu jarayonda go'shtimiz deyarli tayyor bo'ladi. Avvaldan tayyorlab qo'yilgan sousni quyib, qozonda qopqog'ini yopib, past olovga yarim soatga dimlab qo'yamiz. Go'shtimiz tayyor bo'lguncha nonni tayyorlab olamiz. Nonni videoda ko'rsatilgandek qilib turburcha shaklda to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra har xil ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Qizib turgan tovaga sariyog' solib, non bo'laklarini solib qovurib olamiz. Sariyog'da qovurilgan non bilan taomimiz yanada mazaliroq bo'ladi. Iskandar taomi suzma bilan tanovul qilinadi. Bay, xonani hidi tutib ketdi. Go'shtni xivillab pishganini qaranglar. Taom idishga suzilgach, ustidan qizib turgan sariyog'ni quyamiz. Ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling derdim-u, ammo mazaliligidan bolalarim bilan mazza qilib yeb qo'ydik.